Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi maktablarga onlayn tarzda ariza.pima.uz elektron manzili orqali hujjat topshirish jarayonlari bo'yicha yo'riqnoma. Buning uchun siz ariza.pima.uz elektron manziliga kirishingiz talab etiladi. Sizda yangi ariza yuborish oynasi hosil bo'ladi. Qaysi maktabga hujjat topshirmoqchisiz? Yozuvi paydo bo'ladi. Siz Prezident maktabi ijod va ixtisoslashtirilgan maktablardan birini tanlaysiz. Masalan, Prezident maktabiga tugmasini bosing. Arizaga afyorta oynasi hosil bo'ladi. Ushbu afyortani diqqatlik bilan o'qib tasdiqlang. So'ng ariza to'ldirish qoidalari bilan tanishib tasdiqlaysiz. Ariza to'ldirish bo'limiga o'tganingizdan keyin kimning nomidan ariza to'ldirish oynasidan talabgorga mas'ul shaxs tanlanadi. Misol uchun ota, ona yoki qonuniy vakil belgilanadi. Keyingi oynadan o'tib, kimning nomidan ariza to'ldirilgan bo'lsa, shu shaxsning pasport seriyasi hamda yonidagi oynaga raqamini kiriting, so'ng tug'ilgan sanasi kiritilib, qidirish tugmasi bosiladi. Shundan so'ng ariza to'ldirilgan shaxs to'g'risida batafsil ma'lumotlar jamlanmasi ochiladi. Siz bilan bog'lanish va SMS xabarlar yuborish uchun doimiy ish faoliyatida bo'lgan telefon raqamini kiriting. Shundan so'ng talabgor o'quvchi haqida ma'lumotlar to'ldirish oynasiga o'tiladi. O'quvchining shaxsini tasdiqlovchi hujjat turi tanlanadi. Tug'ilganlik haqida guvohnoma bo'lsa, ushbu joyga bosiladi. Talabgor o'quvchining tug'ilganlik haqida guvohnomasining seriya va raqami bazadagi ro'yxatdan tanlanadi va qidirish tugmasi bosiladi. Shundan so'ng talabgor o'quvchining shaxsiy ma'lumotlari bilan birgalikda ta'lim olgan maktabi, sinfi haqida to'liq ma'lumot chiqadi. Agar ma'lumotlar bazasidan talabgor o'quvchining shaxsini tasdiqlovchi ma'lumotlar topilmagan taqdirda, ma'lumotlar qo'lda kiritiladi. Keyingi oynada talabgor o'quvchining imtihon topshirish tilini tanlash yozuvi hosil bo'ladi va sizdan kerakli tilni tanlash talab etiladi. Talabgor o'quvchining ta'lim olgan maktab hududidan kelib chiqib, avtomatik tarzda o'sha hududda joylashgan Prezident maktabi ro'yxatiga kiritiladi. Eslatib o'tamiz. Keyingi oynada kirish imtihonining ikkinchi bosqich natijalariga ko'ra, Prezident maktabiga qabul qilinmagan talabgorlar o'zi istiqomat qiladigan hududda ixtisoslashtirilgan maktablarning birini tanlashi mumkin bo'ladi. Ma'lumot uchun, ixtisoslashtirilgan maktablarda 5-sinf uchun qabul kvotasining 50% Prezident maktabining ikkinchi bosqichidan o'ta olmagan talabgorlar uchun ajratiladi. Shundan so'ng oynada ilova qilinadigan hujjatlar ro'yxati hosil bo'ladi va sizdan aynan shu hujjatlarni yuklash talab etiladi. Yuqorida keltirilgan barcha ma'lumotlar joylashtirilgandan so'ng saqlash tugmasi bosiladi va tasdiqlash tugmasi orqali ma'lumotlar yuboriladi.